Kechagi ujindan keyin tuppa-tuzuk yolg'onchiga ham aylandim. Shu hamma narsani o'zim tayyorlaganimga uydagilar ishonmasading, siz ham tayyor sotib olgan deb o'ylamang deb retseptini ham oldim. Birinchi bo'lib to'g'ralgan kartoshkani muzdekkina suvga yarim soatga solib qo'yamiz. Keyin esa yaxshilab chayib qaynab turgan suvga tuz va kartoshkani solib 1-2 minut qaynatamiz. Kartoshkani suvdan olamiz, salfetka ustida quritamiz. Jo'xori kraxmalni solib aralashtirib, qizib turgan yog'da qovurib olamiz. Usti qattiq, ichi yumshoq, juda ham tez va chiroyli bo'lib pishadi. Nagitsi tayyorlash bu darajada osonligini bilmagan ekanman. Tovuq qiymasi, tuz, paprika va birozgina rolton, xohishga ko'ra chesnok solib yaxshilab aralashtiramiz. Qo'limizga yopishmasligi uchun yog'lab shakl beramiz. Alohida idishga un, paprika, tuzni solib aralashtirib, nagitslarni belab olamiz. Ortib qolgan unga birozgina suv solib aralashtirib, silliq holatga keltiramiz. Xohishga ko'ra massani bundan ham suyuqroq tayyorlasangiz bo'ladi. Klari suv bilan unni o'zidan tayyorlangan bo'lsa ham xuddi razg'ritelь solingandek ishib do'mboqqina bo'lib chiqadi. Tayyor bo'lgan nagits va kartoshka frilar yeganingizda yana ham mazaliroq tuyulishi uchun oilangiz va kamtarona dasturxoningiz uchun masilkadan klassik kechupni olasiz. Idishchaga solib, nagits va frini botirib, mazza qilib yeb olasiz. Shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib saqlab oling va tayyorlab ko'rib meni qidirmaslik uchun obuna bo'ling.